Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Istanbul shahrining Boyog'li tumanida joylashgan muhtasham bir masjidga tashrif buyurdik. Bu masjidning nomi Jahongir Jami, ya'ni Jahongir masjidi deyiladi. Shundoq Marmara dengizini bo'yida joylashgan. Hozir bu muhtasham masjidni ichiga kirib sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Mana bu masjid, bu hovlisi. Masjid ichiga kirishdan oldin masjidda yonida mana bundoq bir go'zal bog' bor ekan. Shu bog'dan Marmara dengizi shundoq ko'rinib turar ekan. Hatto qisqalasi ham bu tomonda, o'ng tomonda Sulton Ahmed va Aya Sofiya ham juda ham chiroyli bo'lib ko'rinib turar ekan. Mana bu atmosferaga bir qaranglar. Mana bu Sulton Ahmed yonidagi Aya Sofiya masjidi hisoblanadi. Mana bu yerda buyuk adalar orollari ham ko'rinib turibdi. Mana endi sizlar bilan birgalikda masjidni ichini birga ko'rib chiqamiz. Demak, masjid bog'idan chiqamiz. Masjidga kirishdan oldin sizlarga ushbu masjid haqida ozgina ma'lumot beraman. Demak, biz hozir Istanbul shahrining Boyog'li degan tumanida Jahongir Jamida keldik. Mana bu to'g'rida tahorat oladigan joylari ham bor mana. Xo'sh. Jahongir nomidagi masjid kim? Ya'ni Shoh Sulton Sulaymonxon hazratlari va Xurram sultonning farzandi hisoblanadi. Ya'ni shahzoda 1553-yilda 22 yoshida shahzoda Jahongir akasi Mustafoning vafotidan so'ng bu masjid barpo etilgan. Xo'p, masjid 1560-yillarda bitkazilgan. Ya'ni 468 yil bo'lgan bu masjidning qurilganiga. Xo'sh, bu masjidni ham o'sha mashhur Mimar Sinan tomonidan qurilgan. Bu masjidning mana ichkari tomonlari. Shahzoda Jahongir masjidi. Afsuski, hozir yopiq ekan. İchkari qismlarini ko'rsatmoqchi edim. Mana. Masjidning ichkari qismlari.